Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari. Ko'rishlaring mumkin 11-15 motorlarimizga 30 kilovatli generatorlarimizni o'rnatib, Andijon Yozyovonga qilib beryapmiz akalar. Generatorlarimizda atmutkasi 100% mis bo'ladi. 6 oydan 1 yilgacha garantiyalari mavjud bo'ladi. Averli sistema variantda toklarini o'ynatmasdan bir xilda chiqarib berishga mo'ljallangan bo'ladi. Komplekt holatda $1400 evaziga Andijon Yozyovongacha dastavkalari ichida qilib beryapmiz. Komplektlarimizga motorlarimiz, generatorlarimiz, statorimiz, ko'rib turgan ramalaring, balonlarimiz hamda remellarimiz komplekt holatda bo'ldi akalar. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, to'liq videoda generatorimizni olib borib, ishlatib, tovuq fermaga o'rnatib qo'yib berib kelamiz. Tovuq fermasi bor akalarimiz uchun tavsiya qilib qolamiz akalar. Garantiyalari aytib o'tganimizdek 6 oydan 1 yilgacha beriladi. Video ostidagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz beradigan bo'lsalaring, xuddi shunaqa ko'rinishda 12 ta viloyat bo'ylab dastavka xizmatlari bilan qilib beraveramiz. Barcha turdagi generatorlarimiz biz do'konimizda mavjud bo'ladi. 10 kilovatdan tortib 200 kilovatgacha barcha turdagi generatorlarimizni olishlaring mumkin. Bu generatorimizni xohlasalaring 220, xohlasalaring 380 qilib bemalol ishlatsalaring bo'laveradi. Akalar, mana xudo xolasa Andijon Yozyovonga 30 kilovatli generatorlarimizni olib kelib ishlatib berish jarayoni ketyapti. Ko'rishlaring mumkin. Statorlari ulanyapti akalar. 30 kilovatli mis motorlar bilan, mis generatorlar bilan jihozlashtirilgan. Aytib o'tganimizdek Averli variantda. Xudo xolasa hozir ishlagan videolarini ham qo'yib boramiz. Suvlarini ko'rsatib turadigan poplovlarigacha mavjud bo'ladi motorlarimiz. 11-15 motorlar bilan jihozlashtirilgan bo'ladi. Hozir salarkalarini qo'yib, yog'larini qo'yib, tayyor holatga keltirdik. Ishlashga tayyorlayapmiz. Videoni oxirigacha kuzatib boraverasizlar. O'tatib, ishlatib, tekshirib beramiz. Tovuq fermasi bor ekan, akamlarni tovuq fermaga olib kelib berdik. Xudo xolasa kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Bemalol dastavkalarini 12 ta viloyat bo'ylab yetkazib beraveramiz. Xuddi shunaqa holatda olib kelib ishlatib, tekshirib berish xizmatlari ham bor. Mana hurmatli kanalimiz obunachilari, 30 kilovatli generatorimizni ishlash jarayonlari xuddi shunaqa holatda ishlab, toklarini chiqarib berishga mo'ljallangan bo'ladi akalar.